Assalomu alaykum hammaga. Yana o'sha batareykadan terdik. Endi kattaroq 72 volt 60 amper bo'ldi mana. O'zi 60 volt 60 amper edi. Mana bergicha ko'ryapsizmi? Mana shunday. Klient zakaz qildi, 72 qilib ber deb, 72 bo'lmagani uchun yana 4S qo'shildi mana. 72 volt bo'ldi, 60 amper. Lekin yana o'sha gap. Mana bu 72 volt 60 amper jelezofosfat. Mana shunaqa BMScha turibdi ichida. Mana qaranglar. Maydagina gavdasiga mos BMScha emas. Tak, biza yana o'sha gap. Mana bunaqa BMSdan qo'yapmiz. 120 amper, pikda 240 amper. G-Kong BMS nomer 1 dunyoda. Nomer 1. Mana bu simlari. Mana bu o'zi. Mana приложение QR kod bilan ishlaydi. G-Kong. Mana shunaqa narsa. Tak, datchik temperaturasi ham bor. Ana endi farqini ko'ramiz. Mana bu farqi. G-Kong BMS Smart IP suv kirmaydigan. O'zini BMSchasi ichida turadigan. Mana. Biz buni olib taylayapmiz. Mana buni qo'yib beramiz. Mana shunga hozir mana shu qo'yiladi. Mana shu batareykaga. Mana bu mana bu yerga qo'yib beriladi. Mana shunday qilib chiroyli qilib. Shunday. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar, murojaat qilasizlar. Ha, yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Farqini. Tak, yaqinroq olay buni. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa katta narsani mana bitta qo'lim bilan boshqaryapman mana. Shunchalik yengil narsa. Endi mana buni bitta qo'lim bilan yetala olmayman. Yetalayman, lekin baribir og'ir narsa. Ikkita bu. Qaranglar. Nimani aytmoqchiman? Bu 58 amper. 58 amper. Mana bundan. Hozir mana bunaqa qilish uchun bu 60 amper bu. 2 amper ziyod berdi. Bu yerda 58, 2 amper kam. Mana shunaqa qilish uchun mana bundan 6 ta kerak. 6 ta. Hozir bu yerda 2 ta. Buni farqini qaranglar. 2 ta bitta целый. Bu yerda 2 ta. Mana bundan 6 ta o'zi qo'ysa agar muraviyga 6 ta. Mana shuni kuchiday bo'lmaydi даже. 2 amper past bo'ladi. Chunki bu 58 bo'ladi. Bu yerda 60. За счет yengilligi, bu yengil, za счет jelezofosfatligi mana shu bilan yaxshi ishlaydi muraviy. Bu bilan og'ir bo'lib ketadi. Mana bittasini og'irligi kim muraviyda haydayotgan bo'lsa biladi. Bundan 6 ta turadi. Mana bu bitta, mana bu 6 tasini joyini oladi. Mana shuni tushuntirib o'tmoqchi edim. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilasizlar.